Assalomu alaykum meni jajji bolalarim. Bugun mana yana yangi ertak eshitamiz. Hikmatli podshoh. Har bir to'qilgan ertakda haqiqat tolalari bor. Qadim zamonda omonlikda, bexavotirlikda ko'p hayvonlar yashaydigan o'rmon bor edi. Qaysiki uni raisi odil sher. U hayvonlar orasida adolatli yashash uchun harakat qilardi. Mazlumlarga yordam berardi, zolimlarni jazolar edi. Bu sher tufayli hech bir hayvon qashshoqlik yoki ochlikdan aziyat chekmagan. Barcha hayvonlar ham farovonlikning ortib borayotganiga guvoh bo'lishardi. Oylar va yillar o'tdi. Sher qarib qoldi va o'rmon bo'ylab ko'p yura olmadi. O'rmonning sharoiti va ishlari haqida ozgina narsa ma'lum bo'ldi. Kunlardan bir kuni sher huzuriga kabutarni chorlab, jamiki hayvonlarni inlarida nimaga zaruratlari borligi haqida bilib turishligini buyurdi. Hayvonlar iniga yugurib kelganlarida sher ularga juda qayg'u bilan qaradi va dedi: "Men o'rmonni boshqara ololmay qoldim. Hech biringiz yetmagan yoshga yetdim." Sher o'z so'zida bir muddat sukut saqlab, hamma hayvonlarga nazar solib, so'ngra dedi: "Kim sizlardan qodirki, bundan keyin o'rmonda odillik bilan hukmdorlik qilsa?" Shundan keyin bu so'zlarni eshitgan barcha hayvonlar sarosimaga tushib, bir-biriga nazar solib, sukut saqlab qolishdi. Ozgina lahzadan keyin fil o'rnidan turib: "Men sizning vaziringizman, hazratim", dedi. "O'rmon qonuniga ko'ra, sizdan keyin hokimiyatni o'z zimmamga olishga talab qiladi, janobi oliylari."